Halol qushcha va poraxo'r tulki. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda yaxshi niyatlar o'lkasida kichkina bir qushcha yashagan ekan. U juda halol, mehnatkash va mehribon ekan. Har kuni tongda turib, daraxtlar orasida sayrab, do'stlarini uyg'otar, ularga yaxshi kayfiyat ulashar ekan. Bir kuni o'rmonga tulki kelgan. Bu tulki o'ta ayyor, poraxo'r va o'z foydasini o'ylovchi ekan. U o'rmonda rahbar bo'lishni xohladi. Ammo bu lavozimga halol, mehnat bilan emas, boshqa qushlarga sovg'a va shirinliklar berib, ularning ovozlarini olibdi. Qushcha bu holatni ko'rib, boshqa hayvonlarga aytibdi: "Do'stlarim, tulki sovg'a berib, adolatni buzmoqda. Bu to'g'ri emas. Hammamiz mehnatimiz bilan yutuqqa erishishimiz kerak", dedi. Lekin ayrim hayvonlar shirinliklarga uchib, tulkini rahbar qilishibdi. Biroz vaqt o'tgach, o'rmon ishlari yurishmay qolibdi. Tulki faqat o'zini o'ylab, o'rmonga yordam bermay qo'yibdi. Daraxtlar quriy boshlabdi, qushlar ucha olmay qolibdi. Hayvonlar esa ovqatsiz qolishibdi. Shunda hayvonlar tushunibdi, poraxo'rlik va korrupsiya hammaga zarar yetkazadi. Ular yana qushchani chaqirishibdi va undan yordam so'rabdi. Qushcha do'stlari bilan birgalikda hammani halol ishlashga undabdi. Hayvonlar endi har bir ishni adolat bilan bajarib, o'rmon yana yashnab ketibdi. Xulosa shundaki, halollik baxt kaliti, korrupsiya esa ishonchni buzadi va hammaga zarar keltiradi.